Haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmish ranj ila, aylamak bo'lmas ado oning haqqin yuzganj ila. Haqiqatda Alisher Navoiy bobomiz ustozlarimiz haqida juda buyuk ta'rifni berib o'tgan. Biz ustozlarimizni qancha qadrlasak, qancha hurmat qilsak, baribir haqqini ado qila olmaymiz. Shunday bo'lsa ham mana kirib kelayotgan bayram bilan barcha ustozlarimizni tabriklaymiz. Baxtimizga hammasi sog' omon bo'lsin. Bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, harflarni tanitgan, o'qish yozishni o'rgatgan, nimaiki sohada bo'lsa bizga ustozlik qilgan barchalarini hurmat qilamiz. Hammasi bizning qalbimizda. Imkonimiz yetganicha hammasini hurmatini, izzatini joyiga qo'yamiz. Biz uchun ustozlarimizga har kuni bayram. Faqat 1-oktyabr emas, yil 12 oy qaysi kuni ko'rsak, ustozlarimizni hurmati boshimiz ustida. Hammasini bayram bilan yana bir bor tabriklaymiz. Sog' omon bo'lingizlar.